Assalomu alaykum, MBH kanalimizning hurmatli obunachilari, do'stlar, bilasizlar, biz kanalimiz obunachilariga har doim ham sifatli, ham arzon bo'lgan mebellarni doimiy ravishda kanalga joylab boramiz. Shuni hisobiga bizning kanalimizni kuzatuvchilari ko'p, aktiv bo'ladi, Xudoga shukr. Bugun ham mana shunaqangi birinchi qo'l optim ishlab chiqaruvchi stol stullarni yasab, ya'ni xalqimizga yetkazib beruvchi ustani yangi ish boshlagan ustani xonadoniga yetib kelganmiz. Sababi do'stlar, usta aytayapti, xudo xolasa birinchi marotaba mana shu komplektlarni o'zi bitkizib, meni chaqirishdi, keldim. Ishlar sifati zo'r, narxlari ham ancha hamyonbop narxda bo'ladi. Bu yerda hozir bir 5-4 xil modellar bor. Eng asosiysi hamyonbop, cho'ntakbop, hammabop modellarni bugun kanalimizga joylab boramiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar, bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Mana shunaqangi yangi ish boshlagan ustalarimizni ham bitta qo'llab yuboraylik do'stlar. Bitta paddashak yuboringlar. Iloji boricha arzonroq stol olaman deganlarga mana shu videoda tashab qo'ysanglar, biz bundan xursand bo'lamiz. Ham arzon stol olaman deganlarga ham ustaga ham juda ham manfaatli bo'lardi. Endi yetkazib xizmatlari, sexni manzillari hammasi haqida ustaning o'zi bilan birgalikda ma'lumotini berib o'tamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, ko'p cho'zmaymizda bugungi video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum. Usta Zohidjon aka. Alaykum assalom. Siz charchamayapsiz? Rahmat. Qadrdonlar, aytib o'tgan usta mana shu Zohidjon aka bo'ladi. Yangi ish boshladi. Birinchi marotaba mana shu ishlarni tayyorlab bizni kanalda obunachilariga mana ko'rsatyapmiz. Zohidjon aka, xudo xolasa ishlarga aka rivojini bersin, barakasini bersin. Rahmat. Mana bir anaqalarga nima deydi? Ko'proq natijalarga erishishni tilab qolamiz aka. Xudo xolasa mana birinchi marta kanalga qo'yilyapti. Obunachilarimiz bitta qo'llab-quvvatlab borsa, xudo xolasa aka hammasi cho'tki bo'ladi. Aka, ishlab chiqarish manzilimiz bir qator aytib beramiz. Ishlab chiqaradigan manzilimiz Oltinko'l, Andijon shahar, Oltinko'l tumani, ijtimoiyat MFAdamiz. Xo'p, ijtimoiyat mahallasi joylashgan. Yetkazib berishimiz qanday bo'ladi aka? Bu ishlarimizni yetkazib berishimiz vodiy bo'ylab dastlabkasi mutlaqo tekin, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab dastlabki bepul. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Qirg'iziston, Tojikistondan ko'rayotganlarga ham xudo xolasa kargo orqali chiqarib berish imkoni bor. Xudo xolasa. Gap yo'q, aka, birinchi mana shu modeldan boshlaymiz. Razmerlari nechtalik? Bu modelimiz rossiyskiy o'ris yog'ochda qilingan material lisvak. Bu stolimiz machalkalari 9 sm qo'yilgan. 9 sm. Oldi oyoqlari yiglik, orqalari mana pardali qilib, broshkali qilib qilingan. Xudo xolasa xonlarimiz 1.10 ga 275. 1.10 ga 275 ha? 1.10 ga 275. Oyoqlari mana chiroyli qilib. Xon taxta bo'ladi bu aka? Xon taxta bo'ladi, yotkizilsa xon taxta bo'ladi. Xon taxta qilsa bo'ladi. Buni bitta narsasi, do'stlar, xon taxta qilganda 12 ta odamning o'rniga bir 14-15 ta odam sig'oradi. Shunaqa. Xo'p, buni aka kraskalari ham turistskiy kraskami? Xolasa turistskiy kraskalardan qilinganmiz. Chunki o'zimizga qanday yaxshi narsalarni ilinsak, qolganlarga ham xudo xolasa chiroyli, sifatli qilib beramiz. Chunki buni karkazlari o'zimizdan chiqadi, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Karkazini o'zimiz ishlab chiqaramiz. Birinchi qo'lda zo'rdan olib nima qilmaymiz, foydalanmaymiz. Hozirligi misol ko'pchilik karkazini boshqa joydan olib kelib, qolgan joyini o'zi qilsa, sizlar karkazgacha o'zinglar ishlab chiqarasiz. Karkazini ham o'zimiz qilamiz. Chunki turumlari, kileklarini hamma yo'g'iga xudo xolasa javob beramiz. Javob beriladi. Gap yo'q. Aka, mana shu komplekt necha metr joyga tushadi? Taxminan 5 metrlarga xudo xolasa chiroyli tushadi. Necha pulga beramiz aka mana shuni? MBH kanalidan telefon qilyapmiz deysiz. Xudo xolasa 3,5 million qilib beramiz mana shu komplektlarni, mana shu vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Gap yo'q. Eng zo'r tomoni vodiy bo'ylab dastlabki ichida bo'ldi. Sababi do'stlar, oddiy ko'konga mashina bitta labo kerak bo'lsa 400 ming 500 mingga boryapti. Hozir 400 million 500 ming dastlabki pulidan chiqarib oladigan bo'lsangiz 3 million 3 million 100 ga tushyapti. Lekin 3,5 milliondan dastlabkasiz qo'yayotgan ustalarimiz ham juda ko'p. Xo'p, bunimiz aka, bunimiz sal boshqacharoq ekan. Bunimiz fasonlari boshqacha. Uzun spinka, narigi komplektimizga qaraganda splashnoy, sidinagador spinka materiali, machalkalari qo'yilgan. Hozir aka, buni ham karkaz o'zingizlarda chiqyaptimi? Bularda hammasini karkazlari o'zimizdan chiqadi. Buni ham mana shu materiallari, shu o'ris daraxt, lisvaydan, qattiq materialdan qilingan. Buni ham atachinto material, zallari ham chiroyli bo'lib yopishtirilgan. Oldi oyoqlari yiglik. Orqalari pardali, broshkali qilib qilingan. Xudo xolasa bularning ham kraskalari xudo xolasa javob beramiz sifatiga. Endi hozirlik karkazini o'z qilganingizmi, o'zi asosiy narsasi buni aka turumida-da misol. Turumi. Mana shu turum mustahkam bo'lsa, do'stlar, bitta narsani aytishimiz kerak. Bu stol liso yog'och bo'ladimi, yong'oq yog'och bo'ladimi, birdek xizmat qilaveradi. Hop, buni narxini necha pulga beramiz?
Buni 3 million 700 mingga beramiz xohlasa. 3 million 700. Endi bu spinkasi to'liq Spinkasi uzun holat. tushgani hisobiga mana bu variant bilan ozgina farqi bor. Mana yonma-yon qo'yib ko'rsatsak, Bo'ylari ham ozgina Bo'yi ham baland balandroq. ekan, buni Bo'ylari aka. baland. Do'stlar, mana ham bo'yi baland ekan, ham spinkasi to'liq tushgan ekan. Shuni hisobiga 200 ming so'm farq qilyapti. Buni ham aka sizga telefon qilish bo'lsa, uyda rasmlarini, misol videolarini tashlash bersa, pardalariga moslab ham chiqarib berasiz. Pardalariga moslab, xonasiga moslab 14 talik, 16 talik, 20 talikmi, 24 talikmi shu uyni holatiga qarab, uzunligiga, katta kichikligiga qarab chiqarib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Qo'ldan kelgancha xohlasa. Bu 3 million 700 ming so'm do'stlar, bu ham xon taxta bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz. Keyingi modelimiz buni ham materiali shu o'rislar lisvaydan qattiq materialdan qilingan. Xonlari 1.10 ga 275. Bu ham xon taxta bo'ladi. Bu ham xon taxta bo'ladi. Bu komplektimizni 3 million 300 ming qilib beramiz. 3 million 300. Hozir bitta narsaga oydinlik kiritamiz do'stlar, mana birinchida ko'rsatganimiz bilan fason bir xil. Faqat tumbasining tagida farq bor. Farqi bor. Shuni hisobiga 200 ming so'm farqi bor. Xohlasanglar mana bu tumbasi bundan bo'lsa 3 million 300 ming so'm, birinchida ko'rsatganimizdan bo'lsa 3,5 million so'mga chiqadi. Sabab rasxotida farq bor. Shuni hisobiga 200 ming so'm, 300 ming so'm farq qilyapti. Xohlasanglar mana 3 million 300 ming so'm. Aka, agar sizga telefon qilishib qolib, misol uchun stolni o'zini olamiz deyish bo'lsa, 20 ta kerak, 30 ta kerak desa, donasi necha puldan chiqadi? Buni donasi Xudo xolasa bir kelishtirib beramiz. berasiz. Shu 200 ming tepasida chiqadi. 200 ming tepasi Bir 220 ming, 230 minglarga boradimi aka taxminan, yo'qcha balandroq bo'lib qoladi. 230 minglarga boradi. 230 ming. 230 mingga. Endi yana hisob kitob qiladi. Agar arzonroq chiqib qolsa, undan ham arzonroq qilib berish mumkin. Dadil olaman deganlarga kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Hozir kanalingizdan obunachi bo'lib, telefon qilganlarga ozmi ko'pmi maskasini qilib beramiz. Bunimiz ham boshqacha model ekan, aka. Bunisi qoplama modelimiz. Buni orqa oyoqlari ham chiroyli egma qilingan. Qolganlarga qaraganda egma. Tuturumlariga, machalkalari xudo xolasa turaysiz-ki, yaxshi nimalardan qo'yilgan, materiallardan ishlatilgan. Hozir Zoirjon aka, buni ham karkaz o'zingizlarda? Karkaz o'zimizdan chiqadi buni. O'zimiz seximizdan chiqadi. Buni ham xonlari 1.10 ga 275. Bu endi hali qoplamali variant. Qoplamali modeli mana shu gulni o'rniga mana shu yerga 8lik, 9lik qilib machalga qo'yilgan bularga. Suyanganda ham, boshini qo'ysa ham, charchaganda boshini qo'yib dam olsa ham bo'laveradi. Hozir bundan ko'ra ham bo'y balandroq ekan, buni ham aka. Buni bo'y bundan ham bo'y balandroq. Bo'y baland ekan do'stlar, mana bo'ylari balandlik. Haligi xurram ishlarda ko'rardik, qoplamali xurramlar. Xuddi shuni arzonlashtirishga ham lisvay variantida ishlab chiqqani uchun sal arzonroq qilamiz. Karkazini agar birovdan olay deb qiladigan bo'lsangiz, sal balandroq bo'lib qoladi. O'zimizdan chiqqani uchun xudo xolasa yo'lida qilib beramiz buni ham. Gap yo'q. Ish haqiqatda zo'r chiqdi do'stlar. Olish tavsiya qilamiz. Aka, buni necha pulga beramiz endi? Buni 3 million 900 mingga beramiz. 3 million 900. Buni ham vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. Qolgan viloyatlarga xudo xolasa kelish. Buni ham xohlagan rangida chiqarib berish imkoni bor. Xohlagan svetida. Uyni devorini, pardalari, aboylariga qarab. Hozir aka buni shampan ranglarini ham korishniy rangda, kumush svetda so'rashi mumkin. Imkoni bor. Bor. Xohlagan svetida o'zlariga yoqqan, klient bilan kelishilgan holatda qilib beramiz ularni rangini, materialini, xonini. Agar 16 talik, 14 talik so'rashsa ham, hozir bu yerda hammasi 12 talik komplektlarimiz. 16 talik, nechta talik bo'ladigan, kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha dediga xohishiga qarab moslab qilib beraveramiz. Materiali, rangini klient bilan maslahatlashgan holatda qilib beraveramiz. Gap endi hozir 16 taliklarni ham teri desak, bu tomonga do'stlar sig'may qoladi. Shuning hisobiga 12 talikdan ko'rsatilyapti. Endi u yog'i uyingiz razmeriga qarab chiqaveradi. Xo'p, bu yerda yana bitta zo'r ish bor ekan. Yong'oqdan olaman deganlarga mana yong'oqli varianti ham shu yerda bor ekan. Bunimiz ham 12 talik aka. Bu ham 12 talik. Buni xonlari 1.20 ga 3.20. Old oyoqlari. Bu materiallari toza yong'oq daraxtidan qilingan. 3D poson, Monika Cobra. Oyoqlari naqsh. Oyoqlari mana 3D qilingan, chiroyli qilib o'yilgan. 3D varianti o'yilgan. Bu 100% yong'oq aka. 100% yong'oq. 100% yong'oq. 100% yong'oq bular. Xo'p, bu ham xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. Buni ham shu klientlar so'raganlarga o'sha 14 talik, 16 talik qilib
qilib beraveramiz. Hollarini akvarium holatda bo'lsa, Xohlasa simali, xohlasa simali, xohlasa akvarium. klientning xohishiga qarab, xudo xohlasa hammasini Chiqarib yo'lga berilaveradi. qilinadi. Gap yo'q. Aka, mana shu Monika Cobra 3D ni biz obunachilarga necha pul qilib beramiz? Siz obunachilaringizga xudo xohlasa 6 million 800 mingdan qilib beramiz. 6 million 800. Gap yo'q. Vodiy bo'ladi, dastlabkasi ichida ham bor. Dastlabkasi ichida. Misol uchun telefon qilsanglar, mana shu aytilgan narxlar ichida vodiy bo'ladi, dastlabkasi bepul bo'ladi. Endi boshqa viloyatdan ko'rayotganlardan telefon qilaveringlar, chiroyli upakovka qilib, o'rab, ham yo'g'ini shilinmasligi, qirilmasligini oldini olish maqsadida aka upakovka qilib, Upakovka qilib boshqa viloyatlarga, vohalarga, qolgan nimalarga xudo xohlasa upakovkasini qilib, chiroyli qilib chiqarib beriladi. shopirlari bo'lmasa, shopirlar topib, chiroyli qilib yuklab, shilinmaydigan qilib jo'natib beramiz. Gap yo'q. Endi aka to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Misol sizga telefon qilib, bab oldindan zaklat olinadi. Har qanaqa holatda. Olinadi. Misol uchun mana zaklat bergandan keyin zaklat tushgan kundan boshlab necha kun muddatda chiqarib berilyapti? Uzog'i 3-4 kunda xudo xohlasa 3-4 kunda chiqarib beramiz bularni. Zaklatda shu 30-40%. Misol uchun zaklat olinadi. Endi misol vodiy bo'ylab bo'lsa, misol zaklatni olgandan keyin, olib borib o'rnatib berganingizdan keyin pulini olsangiz bo'laveradi. Boshqa viloyatlarga qanday bo'ladi? Boshqa viloyatlarga shu zaklatini tashlaydi. 20-30%, 40% gacha tashlagandan keyin bu yog'ini uyiga borgandan keyin shopirdan berib bersa ham bo'ladi. Bo'lmasa shu mashinaga yuklab ketayotgan mashinaga yuklatganmiz, video qilib tashlaymiz. Agar kartasida puli bo'ladigan bo'lsa, 100% to'lov qilsa ham bo'laveradi. Gap yo'q. Demak, xohlasa ish ketayotganda pulini 100% to'lasa ham bo'ladi yoki bo'lmasa yetib borgandan keyin sizga yo shofyordan yoki bo'lmasa yana kartangizga klik qilib bersa bo'laveradi. Bo'laveradi. Gap yo'q. Do'stlar, xudo xohlasa o'zingizlar ko'rdinglar. Mana Zohid aka bilan shu yerdagi boshqa ishlar ko'rsatib o'tdik. Endi yana boshqa misol uchun variantlari sizga telefon qilib shundan qilib bering desa qilib beramiz. Beramiz. Xudo xohlasa qo'limizdan keladi. Endi hozircha qo'lda imkoni boricha terib mana shu joyga qo'yilgan. Xudo xohlasa telefon qilsanglar, xohlagan modellarni chiqarib berishi mumkin. Xudojon aka, obzor uchun sizga ham katta rahmat. Rahmat sizlarga ham. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu yangi ish boshlagan ustalarimiz bitta qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddamiz.